Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, dasturimizni juda yomon xabar bilan boshlayman. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi hisoblangan Husniddin Aliqulov uchun mavsum yakunlandi. Futbolchi jahon chempionatida ishtirok eta olmaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi qo'rg'oni hisoblangan Husniddin Aliqulov Turkiya Super Ligasining Kyopotiga qarshi bahsida 19-yanvar kuni og'ir jarohat olgan edi. Chaykus Rizespor klubi tibbiy komissiyasi raisi professor Hasan Turt futbolchining sog'ligi borasida rasmiy ma'lumot berdi. Tibbiy tekshiruvlar natijasi kutilgan ham achinarliroq bo'lib chiqdi. Himoyachining chap tizzasida bir yo'la bir necha jiddiy shikastlar aniqlangan. Shifokorlarning qaroriga ko'ra, Aliqulov yaqin kunlarda jarrohlik stoliga yotadi. Uning yashil maydonlarga qaytishi uchun taxminan 6 oydan 9 oygacha vaqt talab etiladi. Bu esa Husniddin uchun joriy mavsum muddatidan avval yakunlanganini va katta ehtimol bilan terma jamoamizning jahon chempionatidagi o'yinlarni o'tkazib yuborishini anglatadi. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Husniddin Aliqulovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Aliqulov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va albatta hamyurtimiz tezroq saflarga qaytishini biz ham tilab qolamiz. Bu paytda bo'lsa Manchester City so'nggi o'yindagi mag'lubiyatlardan so'ng Abduqodir Husanov atrofida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Bir necha kun muqaddam Josep Gvardiola jamoasiga Angliya Premyer Ligasining chempionatining eng kuchli markaziy himoyachilaridan biri Mark Gehi kelib qo'shildi. Manchesterliklar Crystal Palace bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga 6 oy qolgan futbolchini 20 million funt sterlingdan qimmatroqqa sotib oldi. Premyer Liganing ikkinchi yirik yulduziga katta sarmoya kiritilgandan so'ng muxlis va mutasaddilarni endi Manchester Cityda bu oyda yana qanday o'zgarishlar bo'ladi degan savol qiziqtira boshladi. Ta'kidlash joizki, oxirgi ikki xarid asosiy jamoadagi dolzarb muammolarga yechim sifatida baholanmoqda. Simeone hujumchi imkoniyatlarini kuchaytirsa, Gehi himoya chizig'ini mustahkamlay oladi. Ayniqsa, qo'llab jarohatlar Pep Gvardiola jamoasi resurslarini jiddiy sinovdan o'tkazayotgan bir paytda bu transferlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan himoya chizig'idagi kadrlar tanqisligi Abduqodir Husanovni zaxiradan yana asosiy tarkibga qaytardi. City markaziy himoyasida Husanov va Watford ijarasidan qaytarilgan Max Allen tandemini vujudga keltirdi. Bir yil davomida Manchesterliklar ishonchini oqlab kelayotgan o'zbek himoyachisi mavsumning birinchi qismida o'ng qanot himoyasidagi bo'shliqni to'ldirgan bo'lsa, hozir mudofaa markazining eng ishonchli figurasiga aylandi. City'dagi debyutini ajoyib tarzda boshlagan Max Allenning keyingi o'yinlarda tajribasizligi pand bera boshladi. Xususan, Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Bode Glimtdan uchralgan mag'lubiyatdagi dastlabki 2 gol 20 yoshli angliyalik himoyachi xatosi bo'ldi. Endi hammani qiziqtirayotgan savol, jamoa tarkibida yana qanday o'zgarish bo'lishi mumkinligini nufuzli manbalardan hisoblangan The Athletic nashri jurnalisti Sam Lee aniqlik kiritdi. Uning ma'lum qilishicha, 2026-yilning yanvar oyidagi transfer oynasining qolgan kunlardagi Manchester City asosiy tarkib uchun boshqa yangi futbolchilarni sotib olishi kutilmayapti. Klub yakunda amalga oshirgan transferlardan mamnun. Simeone va Gehi ustuvor maqsadlarda sifatida belgilangan va ularni erta xarid qilish Pep Gvardiolani anchagina bosimdan xalos qilish imkonini beradi. Endilikda bir e'tibor berib chiqsak, transferlarga qaratildi. Xususan, Gvardiola jamoasida asosiy tarkibdagi o'rnini saqlab qola olmagan Oskar Bob Yevropaning qator klublariga nishoniga tushgan. So'nggi xabarlarga qaraganda, Fulham hujum chizig'ini aynan shu o'yinchi bilan kuchaytirish uchun 35 million funt taklif qildi. Shuningdek, Dortmundning Borussia klubi ham yosh futbolchini o'z tarkibiga qo'shib olish uchun uning atrofidagi vaziyatni kuzatmoqda va transfer imkoniyatlarini o'rganyapti. Bundan tashqari, Paris Saint-Germaindan tajribali darvozabon Janjeli Donnarumma kelgandan keyin asosiy tarkibda joyini yo'qotgan James Trafford va o'tgan mavsumdan beri birorta uchrashuvda darvozabonni qo'riqlash imkoniyati berilmagan Stefan Ortegaga boshqa klublardan chorlovlar bor. Tabiiyki, shaharliklar birdaniga 2 posbonni
qo'yib yubormaydi. Manbalarga ta'kidlashicha, klub 33 yoshli nemis golkipa bilan xayrlashib, Treffordni hech bo'lmasa yozgacha olib qoladi. Shuningdek, avvaliga Nathan Akening ketishiga ruxsat bergan Manchester City rahbariyati Jon Stones, Ruben Dias va Joshko Gvardiolning jarohatidan keyin niderlandiyalik himoyachiga ham chiqish eshiklarini yopdi. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, Manchester Cityda bu yog'iga katta o'zgarish bo'lmaydi. Biz uchun ahamiyatlisi esa Abduqodir Husanovning jamoada yuzaga kelgan vaziyatda unumli foydalanib asosiy tarkibning muhim o'yinchisiga aylanib olishidir. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilab qo'yamiz va kommentariyaga tushib Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang. Va mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.